Bu videoni albatta jack olgan har qanday tanishlarga jo'natib qo'yishni maqsad beramiz. Sababi biz Toshkent Motors'ni servis markaziga, ya'ni zapchast magazinimizga kelganmiz. Albatta bu yerda har qanday zapchastlar bor. Bu to'g'risida qisqacha videoda ko'rsatamiz va narxlari, nima zapchastlar kerak bo'lsa, pastki nomerli telefon sotuvchilarimiz to'liq ma'lumotlar berishadi. Xo'p, bizning do'konimiz lokatsiyasini tushuntirib o'tamiz. Bu taraf o'zgarish mosti, bu tarafimiz Qumariq most, ikkalasini o'rtasida ro'paramizda Hyundai avtosaloni. Bizni uni ro'parasida mana bizning zapchast do'konimiz, yonimizda Zafran restorani, yarmi zapchast do'kon. Qanaqadir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa yoki narxlar haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Pastdagi raqamlar do'konimiz raqamlari. Virtuallarimiz 71 244 34. Shu raqamga aloqaga chiqsanglar, men yoki boshqa sherigimiz 100% ma'lumotini beramiz. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Bizga bunda ko'rsatishda Farhodjon to'liq ma'lumotlar berishga harakat qilishadi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizda jackning deyarli barcha turiga zapchastlarimiz mavjud. Ko'rsating Farhodjon zapchasti. Nima zapchastlar bor? Ya'ni M3, M4, xo'p, Sunray olgan mijozlar bor, pikaplar hozir ommalashdi. Undan tashqari mana hozir RF8 kirib keldi, J8 keldi, T9, T8 pikaplar kelgan. Nima zapchastlar bor? Xo'p, bu yoqda birinchi polkamiz, ya'ni boshdagi 4 ta polkamiz jack M4lar uchun zapchastlar. Hammasi. Misol uchun ko'rib turibsizlar, bu yoqda zubchat remenlarni originallari mana, jackni ibol natijlari. Bunisi ikkinchi sort remenlarimiz, komplektlari. Bu yoqda portionlar, prokladka komplektlar, hammasi shu yerda. M4larda original, OEM, kopiya barcha turdagi zapchastlar mavjud. Hozir ko'pchilik qiziqayotgan misol vanoslarimiz, zavodskoylar kelgan. Bundan tashqari M4 avtomatlarga ham bu yerda zapchastlarimiz bor. Bu yoqda resorlar, kuvaklar, hadavoy qism, kuzovni hammasi bizda mavjud. Xo'p, bu taraf yurib kelsalaringiz Sunray, M3, boshqa turdagi mashinalar zapchastlari bor. Tepa qismlarni qarasalar, mana bu yoqda oynalarigacha bor. Lavoylar bor, hammasi. M3larning fortichkali oynalari ham bor. Ular ham bor mana. Nech puldan fortichkali o'ynaymiz? Sir bo'lmasa. Fortichkali oynaydi, zavodskoyi bor, ikkinchi sorti bor, ya'ni sex varianti. Bizda asosan zavodskoy, ular 2 million 800 ming so'm atrofida turadi. Bir tarafiga mexanizmlar zibor yangi bo'ladi. Yangi qo'yiladi. Zavodda o'zidan kelgan. Ya'ni M4 ga o'xshab fortichkali bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, bu yoqda jack Sunray polkasi. Ko'pchilik so'raydi, juda ko'p almashadigan narsa, ya'ni svechalari. Zavodskoy o'zining svechalari kelgan. Nechta svecha qo'yiladi? Bitta M3 ni masalan M3 ga nechta svecha tushadi? O'zi 4 ta ketadi. 4 ta ketadi, to'g'rimi? Aha. Xuddi shunaqa. Endi bu tarafni olib ko'rsatamiz. Bu yoqda mana jack Sunray'larda eshiklarni rezinlarigacha ham kelgan. Brezgaviklari, xo'p, bundan tashqari eshik ko'p ochilib yopilgan hisobga eshik rezinkalar ketadi-da. Hadavoy qismlari mana bu yoqda. Ko'rib turibsizlar, misol mana bu original bo'lsa, jack upakovkalarda. Xo'p, bu yoqda mana o'yin variantlari ham bor. Har xil zapchast sifatiga qarab narxi o'zgaraveradi. Tushunarli. Farhodjon, eng ko'p muammolar nimaga kelyapti? Mana eng ko'p sotilgan mashina jack M3 bilan M4. Ya'ni eng ko'p muammosi nima M3 bilan M4da? Xo'p, M4larda muammo, endi muammo deb bo'lmaydi, u mashinani o'zini haydaydigan odamga bog'liq. Zubchatka remenda uzilishi bo'ladi. U ko'pchilik gruz bilan, ya'ni yuk bilan razgonni tez beradi yoki-da mashina qiynaydi, o'sha paytda remen uzilishi mumkin yoki-da probega o'tib ketsa. Misol o'rtacha 50 mingdan almashadigan bo'lsa, ko'pchilik qaramenda 70 ming, 80 ming, 100 minggacha yurishadi, keyin uziladi. Deydi mashina brak ekan, unaqa degan gap bo'ladi-da. Uni vaqtida qarab yuradigan bo'lsa, zo'r yuradi mashina. O'zi standart bo'yicha mana shu remen necha ming kilometrdan almashtirish kerak? Endi remenning ikki xili bor. Ko'rsatganimizdek boshida zavodskoylari o'rtacha 70 ming probeg. 70 ming zavodskoy. Obishli holatda haydagan. Endi uni ham qanaqa? 50 ming yurganingizdan keyin bitta priorka qildirishingiz kerak. Remenda natijalarni pachivniklari qotib qoladigan bo'lsa, remenda uzaveradi. Endi odam yurishga bog'liq hammasi. Hammasi shoferga bog'liq. Ikkinchi sort remenda o'rtacha 40 ming, 50 ming atrofida almashtirish kerak. Tushunarli. Xo'p, endi bu yoqda kuzovni detallari. Kuzovlar, jack Sunray'larda oldi eshigini stoykalari mana bu yoq. Xo'p, bu tomon keladigan bo'lsak, jack G7lar mana sedanlarda bagajlari. Bu taraf Honda Krilo, jackda hamma markasiga bor. Bu yoqda jack M3, jack M4larda yon taraf panellari mana. Ko'rib turibsiz, bu yoqda mana bamperlar, filtrlar, podkrilniklar. Xo'p, bu taraf keladigan bo'lsa mana, bu ham M3 deb yon taraf paneli. Bunisi kattasi M4niki. M4 Sunray hammasiniki mavjud. Bu yoqda yo'q zapchasi o'zi yo'q ekanda.
Hammasida ham Hammasi bor. Mabodo topilmay qolgan taqdirda nima qilamiz, Farhodjon? Xo'p, mabodo agar gabariti kichkinaroq bo'ladigan bo'lsa, Aha. samolyot orqali keltiramiz. Arzonroq tushami? Kelishi endi kilosiga qarab misol uchun. Aha. Og'irligiga qarab. Yengilroq bo'ladigan bo'lsa 1 kilosiga 8 dollardan 13 dollargacha to'laysiz. Hmm. Og'irroq bo'ladigan bo'lsa baribir o'sha, lekin gabarit kattalashgan sari to'lov ortib ketadi. Ha, gabaritga yoki kiloga qaraydi. Ha. Shunga qarab turib narxlar har xil holatda bo'ladi. Endi bu yoqda laboylar mana. Laboylarimizgacha bor Jack ekan. M3, Jack M4, Jack G7, T6 pikap hammasini laboyi, orqasi, yondagi oynalari hammasi mavjud. Tuning narsalar bo'yicha ham bormi? Pikaplarga masalan yoki J8larga. Tuninglar bo'yicha xo'p yaqinda sotildi. Bitta orada qo'yib ketamiz. Pikaplarga orqasiga kung. Ha. Kungni bilasiz? Hmm. Orqasi ikkita taraf ochiladi, bu yog'i ham ochiladi. Ular axotniklar uchun ko'proq. O'sha bitta videosini tashlab bersiz, videoda qo'yib yuboramiz, Videosini xohlasa. ham qo'yamiz. Uni Chotki narsa ekan, mana eshitdim, mana Danqarali akamiz olishdilar. Ha, shunaqa. Keyingisi misol mana Jack T6, T8, T9 larga kardanlarimiz ham kelgan mana. Kardan bu. Yo'q, mana polni pikap. Yana ko'pchilikni qiziqtirgan savol BAV. Ha, BAV bag'am M7 ni zapchaslari bor. zapchaslari. Bu polka BAV M7 misol mana bu yoqda rulovoy kolonkalar bor. Bu yoqda amortizatorlar bor, mana zibor amortizatorlar. Mana ko'rib turibsizlar. Chashkalari bilan, prujinlari bilan zibor keladi bag'da. Zborni, ha. Gap yo'q. Keyin Farhodjon mana M4 avtomat bilan M4 da mexanikasi restore bilan prujinaga farq qiladi-yu. Shunaqa. Ko'p obunachilardan savol tushdi. Men liniyaga chiqqan paytimda shu M4 mexanikani avtomatikiga o'xshab prujina qo'yib yuborsam bo'ladimi degan savol bo'ldi. Bo'ladi. Rasxotiga qochmaydigan bo'lsa prujina qo'yib yuborsa bo'ladimi? Qo'yib yuborsa bo'ladi, mягкийroq bo'ladi, lekin yukda sal qiynaladi. Yukka qiynaydi. Ha, endi kimdir xohlaydi, misol avtomatda yuradi, обычный holatda odam tashiydi yoki oilasi bilan. Ha, lekin resorli varianti ko'proq gruz bilan yuradigan odamlarga ma'qul. Resorli yaxshiroq. Ha, resorli Sal otishi mumkin, lekin xullas, umri uzoqroq bo'ladi-da. qiladigan mashina M4 mexanikasi. Shunday lekin. Endi odamlarda ham ikki xil odam bo'ladi-ku. Bir xilgisi ishlaydigan, bir xilgisi olifta bo'ladi. Shunaqa. Xuddi shunaqa mexanikasi ishlaydigan, pul topadigan, avtomati bunaqa. Shunday lekin. Xohlasa manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz videolarimizni. Albatta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Sizga zapchas kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastda qoldirgan nomerga telefon qiling. Farhodjon yoki boshqa sotuvchilarimiz ko'tarishadi. Sizga dastavkasi ham butun viloyatlar bo'ylab dastavka xizmatlari ham bor. Servislari bor. Har qanday masala bo'yicha bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha. Mayli, sog' bo'ling. Farhodjon, rahmat sizga ham. Mayli. Sog' bo'ling, charchamang. Yaxshi oila. Xo'p.